Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimizni kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Toshkent tumani Hasanboy postidan 1,5 km uzoqlikdagi 8 sotiklik hovlini ko'rsatamiz. Uyimizda eski paxsa devordan bo'lgan uylar, 5 xonali uyimiz bor. Uyning hujjati bo'yicha 8 sotik, zaxvati bilan 10 sotik yer maydoniga ega bo'lgan hovli. Hovlimiz uglovoyda joylashgan va ikkita taraflama yo'l. Bemalol uyning buzib tashlab boshqatdan qurish imkoniyati bor, ya'ni 3 ta 4 ta hovli qilish imkoniyati bor do'stlar. Albatta qiziqqanlar bo'lsa ekrandagi nomerga telefon qiling. Hasanboy postidan 1,5 km uzoqlikda joylashgan uyimizda yaqin o'rtada Toshkent shahariga kirib qoladi. Elektr, gaz, suv bemalol, faqat kanalizatsiya hali o'tkazilmagan. Kanalizatsiya yama qazib, yama orqali, ya'ni tortib olinar ekan. Demak, uyimizdan oldida kattagina gilos daraxti, archa daraxti, mana uyimizda paxsa devordan bo'lgan juda ham issiq. Tomi yaqindagina yopib qo'yilgan, 1 yil bo'lmagan hali. Xohishiga qarab, xohlasangiz remont qilib yashang, xohlasangiz buzib tashlab 3 ta 4 ta xonadon qilib sotib yuborish imkoniyati bor. Biznes qilish uchun ham juda ham yaxshi. Uyning narxi juda ham arzon. Bitta 4 xonali, 3 xonali kvartiraning puliga siz salkam 10 sotik bo'lgan hovlini sotib olasiz va uglovoyda joylashgan. Kelajakda 2 ta 3 ta hovliga aylantirish imkoniyati bor. Uyimiz aytib o'tganimizdek paxsa devordan 5 xonali uyga ega. Hovlimizda to'liq bog', mana bu yerda behi, gilos, olma, shunga o'xshagan mevali daraxtlarni ko'rishimiz ham mumkin. Uyning etagida molxona, mol boqish uchun joylar qilingan. Mana zaborlarimiz yangidan qo'yilgan. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling va ushbu xonadonni sotib oling. Uyning narxi $100,000. Ozgina kelishtiradigan joyi bor. O'zlari ko'p bo'lmabdi olganiga 1 yil oldin, 1,5 yil oldin olishgan ekan. Yer pulida sotib olishyapti do'stlar, yer pulida. Demak, uyimizda juda ham arzon, $100,000. $10,000 dan to'g'ri keladi. Где-то 8 sotiga 80,000 bo'lsa, uyimizda 20,000 atrofida bo'lyapti. 10,000 dan bu yerdan yer bermaydi, o'zingizlar bilasiz, kamida $15,000 sotiga turadi. Albatta qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga telefon qiling. 4 xonali Toshkent shahridagi kvartiraning puliga siz salkam 10 sotik bo'lgan hovli joyni mevalari bilan sotib olasiz. Hammaga rahmat do'stlar. Biz bilan birgalikda bo'ling, like bosing, kommentariy fikringizni qoldiring va yaxshi xonadonlarni sotib olish harakatida bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishguncha xayr do'stlar. Уважаемые дамы и господа, компания Flexin предлагает вам услуги высококачественной флексопечати на гибкой упаковке максимального формата 880 на 510 мм на 8-красочной европейской машине Soma Optima. Мы печатаем на био-PP пленке, термоусадочную пленку, кашированную фольгу, ламинированную бумагу, а также производим ламинацию на основе бессольвентного клея. Наше новейшее и современное европейское оборудование отпечатает максимально качественную упаковку для вашей продукции. А команда наших профессиональных дизайнеров сделает вашу упаковку яркой, современной и привлекательной. Flexin. Европейское качество печати теперь в Узбекистане. Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilar. Bugun Ravon TVni portlatadigan video bo'ladi. Bunaqangi videoda, bunaqangi joyda hech kim ko'rsatmagan va ko'rsata olmaydi ham, xudo xolasa. Demak, Toshkent shahrining Yashnobod tumani Tuzelda joylashgan ajoyib 41 sotiklik joyimizni sotuvga chiqdi. Do'stlar, ushbu joyimizning narxi $500,000 sotib olamiz. Demak, joyimizdan ko'ringlar. Mana kiramiz, darvozaxonadan bemalol 8 avtomashina sig'adigan joyimiz bor. 4 ta avtomashinani yopadigan Lexus bilan naves qilib qo'yilgan. Chap qo'limizda stadion, o'ng qo'limizda turar joy binosi, to'g'rimizda yana turar joy binosi. Burchakda, ushbu joy burchagida besetka. Devorning orqasida yana 14 sotik joyimiz bor. U yerda qorovulxonasi alohida. Demak, birinchi bu stadionni ko'rsatishga harakat qilaman. Videoni ko'rib boring. Atrofimiz to'la archa daraxtlardan iborat salqin. Shaharda 47 gradus bo'lib turgan vaqtda ushbu joyda 30 gradusga ham issiqlik bormayapti. Maza qilib nafas olib, ya'ni shovqindan xoli hududda turibmiz. Joyimizdan ko'ringlar o'zingizlar. Bu yerda ekronni olib kelingan tosh nimalari, bezaklari bor. Mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli qilingan. Katyolli xonalarimiz. Alohida
o'zi nimasiga ega, kommunikatsiya hamma narsa bor. Svet, gaz, kanalizatsiya, hamma narsa muhayyo. Ichimlik suvi doim vodoprovoddan bor va qo'shimcha sisternalarni qo'yib qo'yilgan. Atrofni ko'ring, stadionimiz kattagina maydon. Uchastkamiz 41 sotik, e'tibor bering, 41 sotikli joyimiz. Pol mana shu hamma sharoiti bilan sotilmoqda. Kelasi yashaysiz, bemalol 4 ta 5 ta oilaga joyimiz bor. Demak, stadionni aylanib o'tamiz va besetkani ko'rsatib, xonadonning ichkarisiga keyin kirib boramiz. E'tibor bering, ushbu joyda hamma narsa bor. Basseyn, sauna, nima deydi, dam olish uchun joylarimiz yetarlicha. Albatta videoda kommentariylar yozing va kommentariyga o'z fikringizni qoldiring. Bunaqangi joy Yevropadan ham topa olmaysiz, chunki hudud juda ham zo'r. Joylashgan joyi zo'r. Oldimizda Chirchiq daryosi o'tgan. Qisqasi gapiramasang gap ko'p. Ko'p gap eshak yuk deydi, demak videoni tomosha qilamiz. Bu yerda mana besetkamiz. Va tapchan qilib qo'yish uchun joyimiz bor, bemalol. Moviy osmon ko'rib turadi, bu yerda sharshalar oqib turadi. Hamma narsa hozir o'chirib qo'yilgan, kelganinglarda bemalol ishlatib ko'rsatib berishadi. Joyimizdan ko'ring. Yo'laklarimiz полностью burchatga bo'lgan. Bu yerda mana sher haykalini ko'rishingiz mumkin. Qarang, qanchalik salqin joy, qanchalik havosi toza joyda turibmiz. Archalarimiz ko'ringlar. Archalar kamida 15-20 yillik archalar. Tashqaridagi oshxonamiz. Tashqarida oshxonamiz. Go'yoki Xitoy, Yaponiya davlatiga borib qolganda o'zingiz his qilasiz. Chunki bu yerda ko'p narsa aynan shu tarixiy nimalarga olib boradi. Bu yerda mana chiroyli qilib qoshdan manzara qilib qo'yishgan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Ko'pchilik videoingiz nimaga uzun bo'lib ketadi deydi, lekin buni oddiy mana shu toshda ishlash uchun qancha 1 soat, 2 soat vaqt yetmaydi. Biz qo'ldan kelgancha har bir detalni ko'rsatishga harakat qilamiz. E'tibor bilan ko'ring. Bizlar asosiy darvozaxonaning ro'parasiga keldik mana. Ushbu joyga mana ko'rishingiz mumkin. Nechta avtomashina sig'adi deb o'ylaysiz? O'zingiz ko'ring. Yo'lak qanchalik uzun. Oldimizda basseyn, bu tomonda alohida bino, o'zining spalnisi, o'zining dam olish hududiga ega. Mana katta basseyn. Basseynimiz uzunligi 20 metr, enligi где-то 9 metr tashkil etadi. Bu yerda filtrlar hammasi ishlaydi. Birorta ishlamaydigan narsa, ya'ni buzilib, qaytadan yana remont qilish uchun kelib qolgan holati yo'q. Ushbu joyimiz sotuvda, albatta videoni ko'ring. Demak, biz birinchi binomizga, ya'ni uchastkaning etagidagi binoga kirib boramiz. Juda ham salqin. Mana ko'ringlar, devorlardagi afshipkalarni ko'ring. Kedra daraxtidan bo'lgan, ya'ni yog'och mahsuloti bular hammasi. To'rmizda mana bu yerda haqiqiy kamin, dam olish hududi. Bu yoqda esa ovqatlanadigan joyimiz bor. Bu tomonda esa ushbu zaldan biz oshxonaga kirib boramiz. Eslatib o'tamiz, joyimizda 5 ta oshxona bor. Shundan 3 tasi xonadon ichida, tashqarida 2 ta oshxonamiz bor. Bu yoqda mana yotoqxonamiz bor. Aytishlar mumkin, nimaga yotoqxonasi oshxonaning yonida? Bu dacha, ya'ni dam olish uchun mo'ljallangan joyimiz. Bu yerda o'zining alohida sanuzli ega. Albatta, o'zingizlar bahosini berasiz. Ko'rsatilgan narsalarimiz hali juda ham ko'p. E'tibor bilan ko'ring va kommentariyani ayamasdan yozing. Mana oshxonamizda hamma narsa bor, kerakli narsa bo'lgan hamma narsa bor. Xolodilnikgacha qo'yib qo'yilgan. Mana kaminimiz. Ushbu joyda yana alohida o'zining prachkasi bor. O'zining saunasi ega, o'zining dushiga ega. Men tez o'tkazib sizga yetkazib boryapman. Qolganini o'zingizlar kelib, realni ko'zingizlar bilan ko'rishlar mumkin. Qiziqqanlar bemalol telefon qilinglar. Men chirog'ini topa olmadim hozir. Mana chirog'ini yoqamiz. Sauna banyamizni, bu rossiyskiy banya. Joyimizni ko'ringlar. Men yana bu yerni ko'rsatmasam bo'lmaydi. Bu yerda qayiqlarni ko'ringlar. Haqiqiy yog'och maqsaddan bo'lgan qayiqimiz. Konditsionerga e'tibor beraman. Konditsionerga qarang. Men birinchi marta bunday konditsioner ko'rishim, kartinga qilingan ekan. Vobshe dahshat. Shunaqa muzeyki tasavvur qilib bera olmayman sizga to'g'risi. Endi hovlimizni aylanib o'tib, yuqori tepadagi oynalarni ko'ryapsiz, o'sha yuqoridagi zalni ko'rsataman va bu tarafdagi pastdagi xonalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Ushbu joyimizda mana basseynni ko'ringlar, qanaqangi tiniq basseyn, katta basseynimiz bor. Yana ma'lumot o'rnida aytib qo'yaman, do'stlar. Ushbu joy dacha bo'lgani bilan birorta odamga xizmat ko'rsatmagan, ya'ni xonadon egalari o'zining oilalari bilan kelib dam olishga. Ya'ni dachada har xil odamlar kelib ketgan, boshqa degan kommentar yozuvchilarga aytib qo'ymoqchiman videoning boshida. Bu joyda, ya'ni ushbu joyda arendaga berilib yoki pul ishlangan emas, faqatgina oilaviy dam olish uchun qilingan joy. Mana ko'rishinglar mumkin, basseyn qaranglar, 20 metr uzunlikda basseyn. Bunaqa basseyn ko'p joylarda yo'q. Polnis archa daraxt. Hamma sharoitlar qilingan. Dachamizdan dacha. Mana yozgi oshxonamiz, yana tapchanimiz. Alohida kotellarimiz, alohida har bitta xonada konditsionerlarimiz. Aylanasi devorlar to'liq o'ralgan, birorta ochiq hududimiz qolmagan, ya'ni begona ko'zlar nigoh tushmaydi, tinch. Men faqat qushlarning ovozini eshityapman. Yuqorida 5 tonnalik sisterna, ya'ni suv yig'adigan joyimiz bor, qo'shimcha. Doim suv, ichimlik suvi bor. Vodoprovod suvi kelgan, shaharga kirgan, dokumentlar hammasi joyida bo'lgan dachamizni sotuvda. Demak, yuqori qavatga ko'tarilamiz endi biz.
Bu yoqda kattagina zal, dam olish joyimiz bor. E'tibor bilan ko'ring. Albatta, videoga like bosish esdan chiqmas va kommentariyada обязательно o'zingiz fikringizni qoldiring. Chunki sizning fikringiz bizga juda ham muhim. Ravonning rivojlanishiga o'zingizni hissangizni qo'shing. Mana kattagina zalimiz. Bu yoqda tennisni stol. Bu tarafda bilyardni stol. Dam olishning divanlar. Alohida sanuzel. E'tibor bering. Mana alohida sanuzel, ya'ni bemalol oilaviy dam olish uchun joyimiz bor. 3 ta 4 ta oila yashasa bo'ladi. Demak, endi biz pastdagi xonalarni ko'rsatamiz. Biz asosiy binoni tashqarisini hamma joyni ko'rsatishga harakat qildik. Lekin har bitta detalga to'xtalib o'tmadik. O'zingizlar videoni to'xtatib ko'rib, kommentariyada fikringizni qoldirasiz. Kommentariyani ayamang. Chunki bunaqangi joyda menimcha YouTube tarmog'ida ko'ra olmasangiz kerak. Bu tez kunda video olib tashlanadi. Shuning uchun ko'rib, o'zingizlarga kerak bo'lsa, do'stlarga ulashib qolinglar. Telegram, WhatsApp, imo bormi? Qayerdan bo'lsa, hammaga do'stlarga jo'nating. Mana biz asosiy binoni, ya'ni 10 qo'limizdagi binoni oldi tomoniga keldik. Mana devorda o'sha mashhur Jumonni kamonlari, nayzalar bilan turibdi. O'sha Jumonni ovlagan kiyik shoxi mana, haqiqiy kiyik shoxi mana. Bu esa Jumonni yonida yurgan askarlar, ya'ni anjomlari. Biz bu tarafni ko'rsatamiz, keyin o'ng tarafdagi xonamizga o'tamiz. Muzeyligini qarang, shunaqa muzey tamni rohati bo'lyapti. Mana kirganimizda kichkina xo'limiz bor. Dam olish divanlar qo'yib qo'yilgan. Bu yoqda oshxona, konditsionerni qarang, 21 gradus sovuq. Maza qilib turibmiz mana. Kuxonniy mebellarni qarang, juda ham chiroyli qilingan, devordagi kafellar ham xonaga, ya'ni kuxonniy mebelga moslab qilingan. Bu yoqda ikkita spalnamiz bor, bittasi bolalar xonasi, bittasi ota-onalar uchun. Alohida sanuzel. Mana hojatxonamiz. Undan keyin spalni bolalar xonasi. Mana bolalar xonasi, ikkita kravat qo'yilgan. Bu yoqda esa o'zining sanuzeliga ega. Mana dush qilingan. Rakina, dushovoy hammasi mavjud. Keyingi xonamiz ota-onalar spalnisi. O'zining garderobni shkaflari, o'zining alohida kondiyori, konditsioner har bir xonada deyarli bor. Alohida sanuzel. Yana nima kerak? Kerak bo'lsa aytishlar mumkin, kommentariyada yozinglar. Chunki bizda qo'limizdan kelganicha obyekt ko'rsatyapmiz. Agarda sizda shunaqangi obyektlaringiz bo'lsa, telefon qiling. Ekran yuqorisidagi nomerga, ya'ni o'ng tarafda tepadagi nomerga telefon qiling. Biz sizni joyingizda reklama qilib beramiz. 6 ta kanalimiz bor. 6 ta kanalda barcha uy joylaringizni reklama qilib taqdim etamiz. Mana manzarani qarang, bunaqangi manzara to'g'risi. Mana endi ko'ring, tabiat haqiqatan tabiat qilingan ekan. Tabiatga yana qo'shimcha nimalar kiritilgan, shunaqangi chiroyli ko'rinib turibdi. Endi esa ushbu xonadonni asosiy xonalardan yana kirib ko'rsatamiz. Bu yoqda dam olish xonasi ko'rishlar mumkin. Demak, xo'ldan biz asosiy xonalarga kirib ketamiz. Chap qo'limizda sanuzel. Chap qo'lda sanuzelni ko'rsatamiz. To'g'rida esa oshxona. Mana bu yana bitta oshxonamiz. 3 ta oshxona ichkarida, ikkitasi tashqarida, ya'ni 5 ta oshxonaga ega bo'lgan joyimiz. Bu yoqda bitta zal. Kattagina zal qilingan. Patologlarimiz past, lekin zalimiz juda ham chiroyli ixcham qilingan. Bu yoqda yana shu xo'ldan kirib kelish imkoniyati bor, eshigimiz bor qo'shimcha. Bu tarafda esa yana bitta yotoqxonamiz bor. Mana yotoqxonamiz. Bu yerda chiroqlarimiz kuyib qolibdi, yana ham yorug'roq bo'ladi. Derazasi bor, muhimi, ya'ni havo aylantirish imkoniyati bor, ya'ni gulxo'y emas uyimizda. Bu yoqda alohida yana bitta sanuzelimiz bor. Demak, do'stlar, biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qildik. Endi qolgani sizlarda qoldi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Like'larni bosasangiz, hammaga tarqatasiz. Do'stlar, mana bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib keldi. Yana qaytarib o'taman. Toshkent shahri Yashnobod tumani Tuzelda joylashgan 41 sotilik dacha dam olish maskanimiz halol, toza, ya'ni bu yerda ijaraga qo'yilmagan. Ushbu joyimiz 8 ta xonasidan iborat 5 ta oshxona, dam olish hududi, stadioni, qisqasi hamma narsa mavjud. Hech qanday rasxod nima deydi? Pul tikadigan joyi, faqatgina kelib yashaydi. 3 ta 4 ta oilaga joyimiz bor. Ekran ostidagi nomerga telefon qiling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.